Boy bo'lsa o'ziga, qizim yashamaydi bu yerda. Olib kelsak olib ketaver. Alab yo'qqa boqqan qizimdi. Mersi ham boshda qolsin. Qanaqa mers? Ana, erimniki-ku. Tugana. Biz hazillashuvdik, aylanib ketdik. O'tirishingizni qarang, Nusran davomiga o'xshab. Qabul qilmayman. Seni qizingni deb men o'g'lim alkash bo'lib qoldi. O'g'ling alkash? Mers mashinasi boshidan qolsin, yur bu yoqqa. Alkash bilan yashaydigan qizim yo'q. Voy, 20 minutdan beri yuribmiz. Namuncha hovlilar tugamaydi. 15 gektarda. Qancha? 15 gektar. Aylanay Xudo, qizimni o'g'lingizga rahmi keldi. Alkash bo'lsa ham yashayman deyapti. Unaqa demadi. O'chir. Lekin aytib qo'y, o'g'lim hozir nogiron bo'lib qolgan. Quyosh qilar jiz. Sal qolsa nogiron bolasi bilan seni yashattirardimi? Ko'zlarimni shira bosdi bolam. Mana nima? Ha, bu Brokoku zamonaviy va mazali qandolat brendi tarkibi ham o'ta sifatli, o'zini hamyonbop narxlari bilan ajralib turadi, har xillari bor. Rostdan lekin mazalida yaxshi ko'rsatdi, o'sha korobkalar olib kelib qo'yishgan. Ha, men o'zlarini zavodi bormi deb o'ylabman. Yo'q, o'ziniki emas, lekin bularning o'zini 20 ta zavodi bor. Qancha? 20 ta? Xudo, o'tirishingizni qarang. Qizim aytayapti, aqlda tarbiyani men berganman. Sog' paytida yonida edim, nogiron paytida ham yonida bo'laman deyapti. O't. Mayli, roziman. Faqat ular farzandli bo'la olmaydi. Bular meni to'pikka tiqyapti. Mol dunyo o'tkinchi bolam. Farzandsiz qanday yashaysan? Hozir tur. Oying qayoqqa ketdi? Bilmasam. Mana Xudojon bolajonlarni olib keldim, muammo hal. Qizim, mana sutdan chiqqan. Boqib olasizlar, ota-onasi boqmayotgan ekan. Oyi!